Aziz hamshaharlar, bayram ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Bizni navbatdagi suhbatdoshlarimiz 14-qurilish tresti boshqaruvchisi Qayumjon aka Karimov hamda shu trestning brigada boshlig'i Nazirjon aka Saboyev. Qayumjon aka, mana shahrimizda muhtasham binolar qad ko'tarmoqda. Bu sizlarning sharafli mehnatlaring evazigadir. Mana shu 92-yilni qanday natijalar bilan yakunladilaring hamda 93-yilga rejalar haqida gapirib bersangiz. 92-yilda juda katta yutuqlar bilan yakunlayaptilar. Ularda asosiy sababi berilgan buyurtmalarda har bitta buyurtma bo'yicha olingan shartnomani ortiq bilan bajarildi. Bu ko'rsatkich shu trest tashkil bo'lganiga 10 yil bo'lgan bo'lsa, bunday katta bunday natijaga erishganimiz yo'q edi. Mana shu qiyin og'ir yilda hamma buyurtmachilar juda qiyinchilik bilan topgan mablag'larini o'zlashtirib, ularda bajarib, kalom buyurtmachilarda ruhiga ruh qo'shib 93-yilda katta mablag' olishga, ularni sarflash uchun ularga katta yo'l ochib berdilar. Butun qilayotgan ishlarimiz faqat qurilish emas, o'z ishchilarimizga, ishlayotgan odamlarimizga shart-sharoit yaratib, ularda og'irini yengil qilib, ularga yangi imkoniyatlar yaratishga harakat qilyapmiz. Shu fursatdan foydalanib 93-yilda kirib kelayotgan yil bilan shahar ahlini, ular qatorida butun quruvchilarni yangi yil bilan tabriklaymiz. Shaharda obod qilishga, ko'rkam qilishga, chiroyli qilishga butun kuch-g'ayratini ishlatishga tilakdoshmiz. Hammalariga sog'-salomatlik tilaymiz. Rahmat Qayumjon aka. Nazirjon aka, mana shu yakunlangan 92-yil sizni shaxsiy hayotingizda qanday izlar qoldirdi? Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Kirib kelayotgan yangi yillaring bilan tabriklaymiz. Sovuqlarda issiqdamay ishlab kelayotgan bunyodkor hamkasblarimizga yangi yil tabriklarini bildiramiz. Yana bir suhbatdoshlarimiz O'rta Osiyo temir yo'l bo'limiga qarashli Farg'ona bo'limining xodimlari. Mana mening yonimda Abdulhakim aka Xo'jayev Farg'ona bo'limining bosh muhandisi o'tiribdilar hamda birinchi klass mashinisti 13 yildan beri shu Farg'ona bo'limida ishlayotgan mashinist Ahrojon aka O'lmasboyev. Mana bizi bo'limimiz Havas stansiyasidan beri bu Farg'ona viloyatida, vodiysida bitta otdelение. Bo'limimiz shu 60 dan ortiq stansiyalarimiz bor, 40 dan ortiq korxonalarimiz bor. Mana shular hammasi hozirgi kunda biz qiladigan ishimiz yuklarni, xalq xo'jaligi yuklarini tashish bo'lsa, hozirgi kunda bundan tashqari ishlab chiqqan tadbirlarimizga asosan xalq xo'jaligi mollarini ishlab chiqarish, aholiga xizmat ko'rsatish, undan keyin korxonalarda biz o'zimizga taalluq bo'lmagan ilgari temir yo'llarini remontini qilib berish, shunaqa ishlarni hammasini hisoblab, izchillik bilan, kollektivimizning ahilligi bilan mana shunaqangi muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Men o'ylaymanki, bularda asosiysi bizni kollektivimizni, rahbariyatimizni, muhandis, injener, texnik xodimlarimiz hammasini ahilligi, tartib qoidani mustahkamligida deb o'ylayman. Abdulhakim aka, shahrimiz aholisiga ham katta ishlar qilinyapti, bunyodkorlik ishlari ham shu Farg'ona bo'lib tomonidan shu haqda ham to'xtalsangiz. Ikki og'izgina qisqacha gapirsam, bu to'g'risida Qo'qon shahrining o'zida mana shu 92-yilda biz 64 ta kvartira qurdik. Ya'ni shu ishlarimizga 45 million pul ishlatdik. Bu faqatgina uy-joy to'g'risida. Masalan, shu yil 92-yilda shifokorlarimizga 380 o'rinlik bir smenada 380 ta kasal qabul qiladigan shifoxona topshirdik. Bolnitsamizga 52 ta o'rinlik yangi korpus qurib berdik. Bundan tashqari mana bog'cha 140 ta o'rinlik bog'cha qurilishi bo'lyapti. Yopiq basseyn yoshlar, bolalarga, kattalarga bo'lyapti. Biz o'zimiz hammamiz imkoniyatlarimizni hisobga olib turib, mana shaharda hozirgi kunda to'xtab turgan ko'z kasalliklari shifoxonasiga 30 million pul ajratishga qaror qildik. O'ylaymanki, bu qilayotgan ishlarimiz o'zimiz shahar fuqarolari uchun, temir yo'lchilar uchun katta foyda ko'rsatadi, ancha yordam bo'ladi. Rahmat Abdulhakim aka. Ahrojon aka, yangi yil tilaklaringiz? Assalomu alaykum. Yangi yil tilaklarimiz shu hamkasblarimni
va butun Qo'qon shahar ahlilarini biz kollektivimiz nomidan temirchilardan yangi yilda yangi baxt saodat ishlarida rivoj tilayman. Tortudan kutlu gülü ahmer niyad etmez. Tıganlar tortudan kutlu gülü ahmer niyad etmez. Aziz do'stlar, bizning navbatdagi suhbatdoshlarimiz bu yil o'zining tabarruk 60 yillik to'yini nishonlayotgan Qo'qon davlat muallimlar oliy bilimgohining rektori Suleymonov Inom Komilovich hamda ana shu oliy dargoh talabasi Obijonova Muhayyoxon. Domla, birinchi savolim sizga. Hozirgi 1992-yilda institutda olib borilgan ishlar hamda studentlarning ijtimoiy himoyasi borasida amalga oshirilgan tadbirlar haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Institutimiz hozirgi vaqtda respublikadagi eng yirik oliy pedagogik institutlardan hisoblanadi. Bizning institutimizda hozir 3,5 mingga yaqin student kunduzgi bo'limda, 2 mingdan oshiqroq student esa sirtqi bo'limda o'qiydi. 93 o'quv yili davomida birmuncha ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Bulardan eng kattalari hammalaringga ma'lum, mana bu yil respublikamiz hukumatini tashabbusi bilan test yo'li bilan studentlarni ajratib oldik. Hozirgi birinchi kursda o'qiyib turgan studentlarimiz 650 tasi mana shunday test yo'li bilan olingan. Endi bu studentlarni kelgusidagi o'qishida ham biz test yo'li bilan kontrol qilishda, nazorat qilib turishda yo'lga qo'yishda planlashtiryapmiz. Yirik obyektlarimiz, qurilish obyektlarimiz davom etyapti. Mana 200 o'rinli yotoqxona
Mana yubiley to'g'risida gapirib o'tdingiz. Haqiqatan institutimiz bu yil o'zini 60 yilligini nishonlash arafasida turibdi. Institutimiz 31-yil 15-yanvar Respublika hukumatining qarori bilan tashkil topgan. Bu yil mana ming rahmat shahrimizni hokimlari Hojiqul To'raqulovich va oblastimizning hokimi Mirzajon Islomovlar bilan gaplashganimizda ular bu yubileyni hamma tashkiliy tomonlarini o'z ustilariga olishdi. Mana kechagina bu gap bo'lib o'tdi. Respublikamizning hukumati shu bizi taklifimizni, bizi talablarimizni kutib turishibdi. Biz ularga shu takliflarimizni yetkazamiz. O'qish uchun hamma sharoit yetarli bo'lishi kerak, student ta'minlangan bo'lishi kerak. Shundagina bir ilg'or haligi davlatlarning qatoridagi oliy ta'limni keltirish mumkin. Endi shunda katta odamlar qo'yilyapti turganligini men isbot sifatida aytishim mumkin. Mana bizning studentlarimizdan 8 tasi Turkiya modeli bilan suhbatdan o'tdi, test topshirdi qo'shimcha va ular hozir Turkiyada muvaffaqiyat bilan o'qishda davom ettiryapti. Va shuni ham aytishim kerakki, bizning studentlarimiz, o'sha 8 ta studentimizni o'qiyapti turganligi, yaxshi o'qiyapti turganligi haqida Respublika Xalq ta'limi vazirining o'rinbosarlari kecha bo'lishgandi. Shaxsan ko'zim bilan ko'rdim. Juda yaxshi, yashashi ham, o'qishi ham. Ming rahmat shunaqangi ballarda yetishtirganlaringga deb aytib ketishdi. Shuning uchun endi yangi yilni bo'sag'asida turibmiz, yangi yil arafasida turibmiz. Bu ishlar vaqtinchalik emasligini aytib o'tishim kerak. Respublika hukumatini, prezidentimizni, hokimlarimizni ilm fanga, ma'rifatga bo'lgan munosabati, g'amxo'rligi bu vaqtinchalik emas. Bu uzoq davom etadigan davlat siyosatiga aylanib qolgan. Biz shuni sezyapmiz. Shuning uchun men yangi yilda o'ylaymanki, biz studentlarimiz shu g'amxo'rliklarga javoban yaxshi o'qish bilan mehnatda, ijtimoiy ishlarda, shahar miqyosida bo'ladigan ishlarda butun kuch-g'ayratlarini sarflab ishlaydilar. Yangi yil hamma studentlarimiz uchun, umuman hamma yoshlar uchun, hamma xonadon uchun bir baxtli yil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Shu baxtli 93-yilda hammamiz ham shu xursandchilik bilan kutib, unda mehnat qilaylik. Rahmat. Muhayyoxon, talabalikni inson umrining eng go'zal fasli deyshadi. Ana shu talabalik hayotlaringda 1992-yil qanday iz qoldirdi? 1992-yil studentlarimiz hayotida ham juda katta voqealarga boy yil bo'ldi. Juda oliygohimizda juda ko'p tadbirlar o'tkazildi. Masalan, 1992-yil Do'stlar ovozi festivali o'tkazildi. Bunda 17 ta mamlakatimizning 17 ta oliygohidan studentlar kelishdi. Bu esa studentlar o'rtasidagi do'stlikni, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlanishiga bir oydin yo'l bo'ldi. Bundan tashqari oliygohimizda yana juda ko'p tadbirlar o'tkazildi. Ustozlarimizni, Munis onaxonlarimizni, Tabarruk otaxonlarimizni, barcha hamshaharlarimizni shu oliygoh studentlari nomidan tabriklayman. Yangi yil sizlarga baxt hamda quvonch olib kirsin. Oilangizga farovonlik olib kirsin. Yangi yil sizlarning hayotingizdagi eng quvonchlarga, mazmunlarga boy yil bo'lsin. Shu yangi yil sizlarning eng baxtli yilingiz bo'lib, qalblaringizda muhrlanib qolsin. Rahmat Muhayyoxon. Aziz do'stlar, mana navbatdagi suhbatdoshlarim Qo'qon avtoyo'l texnikumi direktori Oxunov Anvar Azimovich hamda ana shu texnikum talabasi Azimov Hikmatullo. Anvar Azimovich, 1992-yil sizlarning texnikumingiz uchun qanday yil bo'ldi? Ana shu haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli muloqot telestudiyasining ixlosmandlari. Bizning avtoyo'l texnikumimiz boshqa o'quv yurtlari qatori xalq xo'jaligining tarmoqlariga mutaxassislar yetkazib beradi. Biz o'zimiz texnikum qoshida ustoz va shogird degan bir yo'nalishni qabul qilganmiz. O'zbekda gapi bor,
hamma shogird ham usta bo'la olmaydi. Shunga e'tiqod qo'ygan, shunga mehr qo'ygan, hunarni yaxshi ko'radigan shogirdlarga oxirida ustalar potaqa berishardi ilgari. Xuddi shu usulga yaqin yo'nalishda ishlayapmiz. Shogirdlarimiz bilan muloqotimiz doimo yaxshi. Texnikumda asosan shu yil mani esimda qoladigan va amalga oshgan, rejamiz bo'yicha amalga oshgan ishlardan bittasi o'zbek tiliga to'laqonlik o'tganligimiz. Yangi yil sarhisobiga qarasak, bu yil texnikumimizdan 640 ga yaqin mutaxassislar bitirib chiqib xalq xo'jaligi tarmoqlariga ishga ketishdi. Yangi mutaxassislik ochdik bu yil, iqtisodlashtirish, xalq xo'jaligini iqtisodlashtirish bo'yicha. Bu mutaxassislik bo'yicha qizlar ham o'qishyapti bizda. 93-yildagi rejalarimiz ulkan. Tilagimiz zamonimiz tinch bo'lsin. Hikmatullo har bir insonda kelajakka rejalashtirilgan ishlari, diladagi eng ezgu umidlari bo'ladi. Sizni mana shu 1993-yilga rejalashtirgan ishlaringiz yoki tilaklaringiz. Assalomu alaykum muloqot teletomoshabinlari. Mana men avtoyo'l texnikumining 3-kurs talabasiman. Mana shu mening niyatlarim 1900 ya'ni yangi yil mana 1993-yilga men singari mana shu yoshlarga tilagim shuki, mana shu o'z kasblarini egallab, hamda mana O'zbekiston Respublikamizning mustaqilligiga yana ham mustaqil bo'lishiga o'zlarini hissalarini qo'shib, o'z kasblarini egalari bo'lib yetishib chiqishlari tilagiman. Mana shu hamda o'z kasblarini egalari bo'lib, o'z kasblarida yaxshi inson bo'lib yetishib chiqib ishlashlari maqsadida tilayman. Taskin toparman ko'zlari shanasini o'tgan gülüm ilk sevgilim manası boshdan o'tgan gülüm ilk sevgilim manası ne acab sevdim
hamshaharlar. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bizning Yangi Qo'qon ishlab chiqarish birlashmamiz 1902-yilni katta qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham yaxshi yakunlamoqda. Mana xabarlaringiz bor, shaharda Angren shahridagi O'zbek rezina texnikasi korxonasi bilan birgalikda birinchi yarim yillikda o'zbekcha kalish ishlab chiqarish korxonasini tuzdik. Bu korxonamiz hozir yil davomida 70 ming shahar aholisiga kalish yetkazib berdi. Yilning ikkinchi yarim yilligida biz Xitoy Xalq Respublikasining Suar Xinjiang Uyg'ur Avtonom Respublikasidagi Kuytun shahardagi trikotaj fabrikasi bilan birgalikda trikotaj buyumlar ishlab chiqarish fabrikasi qurdik. Bu fabrikamiz ham oktyabr oyida ishga tushdi. Mana hozir 5 mingdan ortiq sport kiyimlari tikib tayyorladik va aholimizga yetkazib berdik. Umuman kollektivimiz o'sha eski kimyo zavodi tugatilgandan beri 89-yilda tugatilgan eslaringizda bor. 3 yil davomida butun izlanishlar bilan ishlab keldi. Mana birinchi natijalari sifatida tikuv sexi qurganmiz. Qurilish materiallari ishlab chiqarilyapti zavodda. Keyingi mana bu ikki korxonamiz albatta katta yordam berdi. Kelgusida ularning kelgusi porloq, ayniqsa Xitoy Xalq Respublikasi bilan biz ishlashni davom ettiramiz. Va buni kutayotgan natijalarimiz juda yaxshi bo'ladi. 1993-yilga bizning rejalarimiz hali kimyo zavodining o'rnida juda katta joylarimiz, sexlarimiz bor. Shu yerda meditsina spirtlari ishlab chiqarish korxonasi qurilyapti. Bu korxona 93-yilda asosan tugatilib, 94-yilda mahsulot berishga mo'ljallab ish olib boryapmiz. Kollektivimiz bu mehnatga tayyorgarlik, katta tayyorgarliklar qilishgan. Astoydil bel bog'lab ishlayapmiz. Meni fikrim shu kelgusida Rustam ishlab chiqarish birlashmasi qoshida 2-3-4 zavodlar tashkil qilinib, bu zavodlar xalqimizning boyligini ko'paytirishga xizmat qiladi. Shu kunlarda mana 8-dekabrda konstitutsiya qabul qilindi. Mustaqil respublikamizning birinchi konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu konstitutsiyada bizni tashkilot qurishimizga, tadbirkorlik bilan ishlashimizga katta yo'llar ochib beradigan qarorlar qabul qilindi. Men o'ylaymanki, bizning respublikamizning kelgusi porloq. Bunga biz ham o'zimizning hissamizni qo'shamiz. Ahmad Habibjon aka, endi mana shu do'stlik qo'shma korxonasi shahrimizdagi birinchi xorijiy davlat bilan qo'shma korxonalar ichida birinchi qaldirg'och. Meni bilishimcha shahrimizning ko'plab korxonalari mana shu xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatishga harakat qilishyapti. Mana shu aynan xitoylik do'stlarimizni sizlar bilan hamkorlik qilishlariga sabab nima bo'ldi? Buni sabab moshmanki tashabbus qaysi tomondan? Tashabbus shunday bo'ldiki, bizning shahrimizga bir guruhga shu Urumchi shahridagi Nunken firmasining bir delegatsiyasi O'zbekistondan kimyo mahsulotlarini, mineral o'g'itlarini olish uchun kelganda, ular bizning shahrimizga taklif qildik va biz o'zimizning korxonamizni ko'rsatdik, joylarimizni. Qanday joy yaratib berishimiz mumkin, nima ishlar qilish mumkinligini gaplashganimizda trikotaj fabrikasining direktori bor, ayol kishi. Bu kishi shu bizni idoramizni binosini ma'qul ko'rdilar. Shu yerda birgalikda tutsak bo'ladi degan aytganlardan keyin biz shu idorani ham bo'shatib berishga tayyor bo'ldikki, ishlash uchun, shu kollektivni oyoqqa qo'yish uchun idorani bo'shatib, o'shani o'rnini sex qildik. Va buni orqasidan albatta ko'p quvushtirish kerak. Yarim yo'lda qolib ketmasligi kerak ish. Demak, mana shu chet davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar o'rnatish ko'proq holda aynan o'zimizning korxonalarimizning harakatiga, ularning tashabbusiga bog'liq. Rahmat Habibjon aka. Manzur aka, endi mana oxirgi paytda prezidentimiz tomonidan ko'plab shu tadbirkorlikda, aynan tadbirkorlikni rivojlantirishga qarorlar qabul qilindi, farmonlar qabul qilindi. Bugungi kunda shahrimiz tadbirkorlarini shahrimizning iqtisodiy hayotida tutgan o'rni haqida to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Sizlar hammalarini yangi yil bilan tabriklayman. Istiqbollaring porloq bo'lsin. To'g'ri,
Siz aytgandek, bu yil mustaqil davlatimizni birinchi yili deb hisoblasak bo'ladi. Har bitta binoni o'shani poydevori bo'ladi. Shunga o'xshab davlatning ham poydevori bo'lishi kerak, ya'ni qonuniy zaminlari yaratilishi kerak. Shu zaminlari asta-sekin mana barpo bo'ldi. Oxirida mana Habjan aka aytgandek, asosiy qonun konstitutsiya ham qabul qilindi. Bu yerda hamma narsalar izohlab o'tilgan. Mana endi keng yo'l ochilmoqda. Ammo lekin boshlang'ich paytda ancha-muncha qonuniyatda zaiflik bor edi. Unga vaqt kerak edi. Vaqt mana o'z nimasini ko'rsatib, bu qonunlar bunyod etildi. Shuning uchun ham bu uyushma barpo bo'lgan edi. Bu yerda o'shani tadbirkorlarni muvofiqlashtirish, o'sha mavjud qonunlarga to'g'ri keladigan tadbirlarni ko'zda tutish uchun barpo etilgan. Ozmi ko'pmi mana faollik qilyapmiz. Bu faollikda o'sha tadbirkorlarni jipslab, yig'ib, o'sha qonun darajasida bo'ladigan ishlarni yo'l-yo'ri ko'rsatib, Habjan akam qilgan aralash korxonalarga o'xshagan takliflar mavjud edi. Bu takliflarni biz o'shani ko'rsatib, hozirgi kunda misol uchun 4-5 ta bizda chet el bilan chiqqan aloqalarimiz bor. Bu aloqalar birinchi bosqichi yakunlanib, ikkinchi bosqich, ya'ni o'sha shartnoma tuzishga biz shaylanib turibmiz. Biz asosan mahalliy xomashiyoni qayta ishlashga yo'naltiryapmiz. Shuning uchun o'zimizni paxtamizni oxirgi ataylik tovar sifatida, ish sifatida chiqarishga bu Turkiya bilan shartnomamiz bor hozir. Ikkinchisi o'sha mana eng katta texnologiya bu G'arbiy Germaniya bilan sobiq Italiya bilan birga. Bular jahon dunyoda birinchi o'rinda egallaydi. Hozir tekstilga chiqyapmiz. O'sha manufaktura ishlab chiqarishga chiqyapmiz. Va nihoyatda so'nggisi o'sha bizni 15 ta a'zomizga beryapmiz. Farfor qayta ishlashdi. O'sha hozirgi xom ashyoni chiqarib, ehtiyoj juda katta. Bozorimiz hali juda keng. Buni hali to'yintirish uchun anchagina ishlar kerak. Shunga yo'naltiryapmiz. Yaxshiki shahrimizda o'sha ishbilarmonlik eskidan an'anaviy bo'lib kelgan. Shuning uchun bu yaxshi shu iqtisodiy islohotga boshqa regionlarga nisbatan bizning qo'qonimiz osonroq o'tib ketyapti. Bu tabiiy bo'lish kerak, chunki xalqimiz shunaqa. Men o'zi aytib o'tdim buni. Lekin shuni hammasini to'sqinlar olib tashlangan, hokimiyatimiz roli katta, shahar hokimiyati. Juda tabiiy bo'lsin, kimda chiqib qanaqa ish qilsa qilaversin, tabiiy chiqib o'sha kuchligi qoladi. Iqtisodiy siyosatni bilganlar o'z joyini topdi. Mana hozir saralanib o'zi qaysi tashkilot qanaqa bo'lishi yo'nalishini sxematik bo'lsa ham aniqlash mumkin. 300 ga yaqin hozir kichik korxona va kooperativlar ishlab turibdi shaharimizda. Ularni aksariyati aytaylik tijorat bilan shug'ullansa, bu ham kerak. Chunki bozor bo'sh, tovar bilan to'ldirish kerak. Birinchi bosqich bu ham o'z natijasini berdi. Chunki hozir ko'rib turibsiz, magazinlarga kirsangiz, do'konlarga kirsangiz ham o'sha bir xil mollar ancha narxi pasaydi. Bu ham o'sha islohotning birinchi mevasi. Ikkinchi bosqich ishlab chiqarish. Bizning asli niyatimiz uyushmamizni ishlab chiqarishni rivojlantirib, oxirgi mahsulotni o'zimizning xalqimizga, shahrimizga yetishtirishdir. Rahmat Manzur aka, demak, tadbirkorlikda shahrimiz iqtisodiyotida tutgan o'rni salmoqli va kelajagi porloq. Rahmat. Obidjon aka, endi sizga murojaat qilmoqchiman savol bilan. Odam bir ish qiladigan bo'lsa, ayniqsa biz mana bu o'tish davri deydigan bo'lsak, endi shakllanyapti ko'plab qonunlar.
Odam xuddi yuragining bir parchasini o'rtaga qo'yib mana shu ishni boshlaydi, shu gaplarga qo'shilsangiz kerak. Mana Asikula korxonasi bugungi kunda shahrimizning eng ilg'or kichik korxonalardan biri hisoblanadi. Ana shu korxonani bugungi kuni va kelajakdagi rejalari haqida ikki og'iz siz ham to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli hamshaharlar, avvalo kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga sihat salomatlik tilaymiz. Korxonamiz nomidan, o'zim nomimdan. Bizi korxona o'zi maxsuslashtirib, qurilish materiallariga maxsuslashtirib qurilayotgan korxona. Ozmi ko'pmi aholiga qurilish materiallarini ishlab chiqarib, shu aholini ta'minlashga harakat qilyapmiz. Mana bu yil o'zi 91-yilda boshlagan bo'lsak, ishimizni 92-yilda 15 million so'mlik mahsulotni korxonalarga, aholiga tayyorlab berdik. Biz yanagi yilga bu mahsulotlarni chiqarayotgan mahsulotlarni tayyor holatga keltirishga harakat qilamiz. Hozir shu to'g'risida qurilish olib boryapmiz. Bundan tashqari bu mahsulotlarni bir yilgi nisbatan 2-2,5 barobar oshirish arafasida turibmiz. Yanagi yilga mo'ljalimiz shunaqa. Shu bilan shaharimiz aholisiga mana shu qurilish materiallaridan qiynalayotgan bir paytda yordam qilsak degan maqsadimiz shu. Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Men osilgan balandor sen eding, sen eding, sen eding. Men osilgan balandor sen eding, sen eding, sen eding. Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Jamolingga boqib hech to'ymadim, to'ymadim, to'ymadim. Jamolingga boqib hech to'ymadim, to'ymadim, to'ymadim. Aytganimga ko'nmasang qo'ymadim, qo'ymadim, qo'ymadim. Aytganimga ko'nmasang qo'ymadim, qo'ymadim, qo'ymadim. Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Bir kun berdim ro'molcha, kundi, kundi, kundi. Bir kun berdim ro'molcha, kundi, kundi, kundi. Xabardosh yetguncha, kundi, kundi, kundi. Xabardosh yetguncha, kundi, kundi, kundi. Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Qayerdasan Farizod, bormisan, bormisan? Baxsilagan kimsanga yormisan, yormisan? Aziz hamshaharlar, bayram ko'rsatuvimiz davom etadi.
Shahrimizni meditsina xodimlarisiz tasavvur qilish qiyin albatta. Shu sababli biz bayram kechamizga shahrimizning bir guruhda meditsina xodimlarini taklif qilganmiz. Men bular bilan tanishtiraman. Shahar sog'liqni saqlash bo'limining boshlig'i Muyassarxon opa Ahmedova. 4-shahar kasalxonasining shifokori Naziraxon opa Xo'jayeva. Viloyat farmatsiya ishlab chiqarish birlashmasi direktor o'rinbosari Feruzaxon opa Yahyayeva. Savolni sizdan boshlaymiz. Muyassarxon opa, mana yakunlanayotgan 92-yil meditsina xodimlari hayotida qanday yil bo'ldi? Adumanonjon, bugun mana shu bayram arafasida, bayram bazmida men faqat yaxshi gaplar, yaxshi qilinib turgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Har bir O'zbekiston aholisini quvontirgandek, tibbiy xodimni ham eng quvontirgan narsa bu O'zbekiston Respublikamizning mustaqilligi bo'ldi. Undan tashqari mana shu O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini 1 yilligini nishonlash arafasida prezidentimizning farmoyi chiqdi. Tibbiy xodimlarning uylarini xususiylashtirib berish, qurilish materiallari, yerlarni imtiyozda olish, yana farmoyish chiqarildi shu 28-avgustda. Undan tashqari 92-yilda tibbiy xodimlarning juda ko'p martaba maoshlari oshdi. Aholiga tibbiy xizmatni yaqinlashtirish maqsadida 92-yilda bir nechta kasalliklarni aniqlovchi tibbiy asbob-uskunalar tashkil qilingan kasallik markazini ochdik, kasallik aniqlash markazini, sog'lomlashtirish markazlari ochdik, kunduzgi bo'limlar tashkil qildik. Bu borada faqat tibbiy xodimlar emas, shahardagi korxonalar ham, hokimiyat ham bizga amaliy yordamlar ko'rsatishdi. Endi iqtisodiy qiyinchiliklar bizni ishonchimiz komil. Bular hammasi vaqtincha. Bizning O'zbekistonimiz eng badavlat, eng navqiron respublikalar qatoriga, davlatlar qatoriga o'tadi. Bunda eng asosiysi har bittamiz o'zimizni ishimizni oldingidan ham ko'ra mas'uliyatliroq qilib, oldingidan ham ko'ra bor kuch-g'ayratimizni, aql-idrokimizni sarflashimiz kerak. Biz shahrimizda tibbiy xodimlar shuni qilamiz. Unga va'da ham beramiz. Men o'ylaymanki, kelajakda ishlarimiz hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Xalqimiz tibbiy xodimlardan minnatdor bo'lishiga va'da beramiz. Sizlarni viloyat ishlab chiqarish birlashmasi, farmatsiya ishlab chiqarish birlashmasiga 92-yil qanday o'tdi? Avvalambor Abdumanon shu fursatdan foydalanib, aziz hamshaharlarimiz va mana shu inson salomatligi yo'lida mehnat qilib kelayotgan dorishunoslar va tibbiyot xodimlarini Yangi yil bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Har bir inson uchun bu 93-yil fayzi barakali, omadli yil bo'lsin. Bizning farmatsiya ishlab chiqarish birlashmamiz o'zlar mana shu aholini dori-darmonlar bilan ta'minlashda chin dildan mehnat qilib kelmoqdalar. Lekin hozir mana sharoitni ko'rib turibsiz. Dori-darmonlarni yetishmasligi hammamizga ma'lum. Lekin biz mana shularni oldini olishda asosan mana shu chet el dorilarni yo'qligini oldini olish uchun mana shu giyoh o'simliklardan foydalanmoqdamiz. Bular uchun masalan bizning farmatsiya ishlab chiqarish boshqarmamizning bosh rahbari Muhammadjonika Yo'ldashev va Alijon Abdurazoqovlar asosan shu fitobarlar tashkil qilishdi. Bu fitobarlarda mana shu o'zimizning O'zbekistonda yetishtirilayotgan o'simliklar dan dori-darmonlar tayyorlamoqda. Bular o'ylaymanki, mana shu insonlar salomatligi yo'lida juda katta yordam beryapti. Opa, siz ham mana shu yangi yildan tilaklaringiz, sizni mana hozir yangi yil kechasida butun hamshaharlarimiz, shifokorlar ko'rib turishibdi. Nima niyatlar, nima umidlar bor? Abdumanon, inson salomatligi uchun ikkita narsa juda ham katta ahamiyatga ega. Yurtimizning tinchligi, dasturxonimizning to'kinligi. Men istardimki, shu kelayotgan yangi yilda hamshaharlarimizni oilaviy tinchliklari bo'lsin doimo, dasturxonlari doimo to'kin bo'lsin, sog' bo'lishsin. Hamshaharlar, yangi yilning kirib kelishiga ham sanoqli damlar qoldi. Bir muncha vaqtdan so'ng barchamiz bir yoshga ulg'ayamiz. Umrimizga umr qo'shiladi.
1992-yilni esa tarix sahifalariga kuzatamiz. Navbatdagi yil yurtimiz bo'ylab odim tashlay boshlaydi. Ushbu yil barchangizga yangi baxt, yangi omad, yangi shodliklar keltirsin. Yangi yil ham kelayotir, do'stlarim bugun. Yangi baxt tilaymiz bir-birimizga. Yangi omad, yangi zafar, yangi bayt uchun yangi ahd tilaymiz bir-birimizga. Hamma narsa yangi bo'lsin mayliga. Yangi bo'lsin go'daklarning bosgan qadami. O'sha yangi qadam bilan o'ssin mayliga. O'tayotgan asrimizning yangi odami. Hamma narsa yangi bo'lsin do'stlarim, faqat chehramizdan arimasin hayotning rangi. Hamma narsa yangi bo'lsin do'stlarim, faqat g'am bo'lmasin, eski g'amlar bo'lmasin yangi. Yana bir bor yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz hamshaharlar.